Xo'p, bolalar tez-tez gapiraman. Adashmasam 1 oy oldin Messi Hindistonga boradi, 3-4 ta shahar aylanib tur qiladi deganidim. O'shanda o'zi tasavvur qilish qiyin emasdi Hindistonda nimalar bo'lishini, lekin to'g'risini tan olaman, men kutgandan ham battar bo'ldi. Odamlar Messini yaqindan ko'ra olmaganliklari uchun, Messini ko'proq ko'ra olmaganliklari uchun janjal qilib tashadi, stadionlarda to'polon qilib, hamma narsani urib sindirib tashashdi. Bu narsani hamma har xil talqin qildi. Kimdir o'zini aqli yetganicha gapirib chiqdi Instagramlarda. Ayniqsa Ronaldoning muxlislarga yoqadigan qilib gapirdi. Ronaldo parast Telegram kanali borlar, Telegramlarda ham kulib yozdi, nimadirlar dedi. O'shalarga men bu videoni qo'yib bermoqchiman, ko'ringlar. Allah! Cristiano barra! Fai Sevilla! Cristiano barra! امك كيف تورط علينا يا اخي وخر عني وخر برا يا اخي كريستيانو رونالدو منتهي كريستيانو رونالدو لازم يطلع من النادي ذبحنا هذا اللاعب الفاشل رجال الكل لعيبه يتغيرون واولهم رونالدو برا يا صغير كريستيانو لازم يمشي، عمره 40 سنه، كيف باقي يلعب كره في السعوديه؟ خلاص يمشي كريستيانو يمشي. اولهم بعد يطلع كريستيانو التنفيخ ذا وسي وتحطون صوره خلوه شوفوه بالملعب شو يسوي 6 فرص اليوم 6 فرص تضيع من مين من افضل لاعب بالعالم. Endi savol, bular hozir arab tilida nima dedi? Men arabchani bilmayman. Umuman tushunmayman arabchani, lekin taxmin qilishim mumkin. Ronaldo deyapti yoki yo'q, bunaqa emasmi? Xorlangan aslida kim ekan? Hindistonda Messini yaxshi ko'rgan muxlislar Messini yaqindan ko'ra olmaganligi uchun janjal qilgan bo'lsa, bular Al Nasr muxlislari, aynan Ronaldo o'ynaydigan klubning muxlislari. Nima deyapti Ronaldoga hozir bular? Ha?